umrbodga qo'yiladigan zapretlar qanday holatlarda qo'yiladi? Bessrochniy umrbodga qo'yiladigan zapretlar odatda 4 xil holatlarda qo'yiladi aziz yurtdoshlar. Bulardan birinchisi FSB yoki MVD tarafdan qo'yilishi mumkin. Rossiyaga xavf tug'diruvchi shaxs deb. Bu podpunkt 1 часть 1 statiya 27 federal qonunga to'g'ri keladi. Buni 99% holatlarda ochsa bo'lmaydi aziz yurtdoshlar. Faqatgina 1% holatlardagina ochishga asoslar bo'ladi aziz yurtdoshlar. Ikkinchisi kasallik bo'yicha qo'yiladigan Rospotrebnadzor yoki jinoiy ish bo'yicha qo'yiladigan FSIN tarafdan qo'yiladigan bessrochniy zapret. Bu zapret podpunkt 7 часть 1 statiya 27 federal qonunga to'g'ri keladi aziz yurtdoshlar. Bu zapretda agar VICH kasalligi bo'lmasa, tuberkulyoz yoki sifilis bo'lsa ochishga harakat qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar va 100% ochsa bo'ladi bularda aziz yurtdoshlar. Agar jinoiy ish bo'lgan bo'lsa ham, srok sudimiz tugagan bo'lsa, buni ochsa bo'ladi. Ikkalasi ham podpunkt 7 часть 1 statiya 27 federal qonunga to'g'ri keladi. Uchinchi xil turi podpunkt 10 часть 1 statiya 27 federal qonunga to'g'ri keladi. Bu Rossiyada naloglar yoki shtraflar to'lamaganligi sababli qo'yiladigan bessrochniy zapret. Bu zapretni odatda 100% holatlarda ochsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Va oxirgisi bu podpunkt 9 часть 1 statiya 27 federal qonunga to'g'ri keladigan bessrochniy zapret. Bular odatda soxta dokumentlar bo'yicha qo'yiladi va odatda umuman ochsa bo'lmaydi bunday zapretlarni aziz yurtdoshlar. Va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni ham unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.